ilahe illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah, Allah. Assalamu alaikum. Ekran aldiki qarindoshlar. Biz davomliq sizlarga sunib kelayotgan 40 hadisninki, sharhisinki 15 hadis bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu hadisninki mazmuni tuvandikicha. Alhamdulillahi robbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ves salatu vesselamu ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bizge mühim bo'lgan ko'rsatmalarni bergan. O ko'rsatmalar bilan hozir o'rtoqlashmoqchi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyaqul khayran aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Yani bu hadis Bukhari Müslim birlik kelgan sahih hadis. Hem de bu hadiste asaslık 3 xil mazmun o'tirib qo'yilgan. Birisi har qanday bir musulmon güzel sözlerini qilishi yoki güzel so'zlayolmay qolsa sukut qilishi. Yana birisi har bir kishi hamda yer sharida yashaydi ekan, jamiyat yashaydi ekan, uningki qo'shnisi bo'ladi. Qo'shnisiga aytchi hurmat qilishi, qo'shnisini izzatlab, qo'shnisiga ittifoq o'tishi. Uchinchisi desa, har qanday bir musulmon o'ziniki mehminni izzatlashi, mehminni hurmatlashi. Mana bu shu 3 xil asosda Payg'ambar Akram sallallohu alayhi vasallam bizga labzi qisqa, ma'nosi bizga mo'l bo'lgan ko'rsatmalarni bizga qoldirib qo'yib ketgan. Hamda qarindoshlar, bu hadisdagi hamda Abu Hurayrani biz hammamiz bilamiz. Burunmi bir qancha qatim to'xtaldik. Bu kishi Payg'ambar Akram sallallohu alayhi vasallamning yandan ayrilmay sahabalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi. Bu hadis endi qanday mazmunlarni, ya'ni qanday ma'nolarni o'z ichiga oladi desa, bu hadis endi nihoyatda ulug' buyuk bo'lgan chunqur qoidalarni o'z ichiga olgan bo'lib, buning endi tilimizninki amallari, tilimizning amallari va cho desa başka özümüzdeki put kollarımız, kalplerimiz, bununki hemmisinki emelleri bununla dahil bo'lgan bir hadis. Bir hadis. Demek ki bu hadisin özü şu münasebet bilen İslam'ınki 3'ten 1'i deb qaralgan, İslam'ınki güzel ahlakçı bununda ifadelengen bir hadis. Bir hadis. Yani emel ya kalbimiz arkalık buludu. Ya ki put kolumuz taşkı azalarımız bilen buludu. Veya ki tilimiz bilen buludu. Yani biz emel desek, putkulumuzdan qilgan namaz, roza, orugan zakat, qilgan hajlarni emel deb ham o'ylaymiz. Hem shuningmi hamda bizniki avvalcha qalbimizdan boshlansa bu emel. Putkulumizda bu amalga oshsa, tilimizda joriy bo'lsa, bu haqiqiy amal hisoblanadi. Shunga biz endi bu amallar to'g'riliq biraz izohat berib o'tmoqchi. Hem de başka güzel bo'lgan yaxshiliklar va ihsonlar o'xshash. Mana bu güzel so'zlashning o'zimi, ya'ni intayin muhim ibodatlarningki birisi. Ama ondan başka inoq qo'shnidochilik, qo'shnimiz bilan yaxshi o'tish, mehmonlarga hurmatlash, mehmonlarni kutish bizning bu an'anaviy odatimiz. Ya'ni bu islom kelgandan tortib ve İslam bizge üretkenin tatip çoğum mehman hürmetleş ve qo'shnilar bilan inoq o'tish ve yüzümüzün kalbimizni Allah'a bağlab sağlam qalb bilan yaxshi holatda amallarni qilish bizga buyurilgan. Shunga Payg'ambar Akram sallallohu alayhi ve sellem yana bir hadisda
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yani sizlar mümin bulanmaysizlar. Yani biraringlar nima mümin bulanmaydi. Hatta ki o qarindishiga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaguncha. Mayli u moddiy narsa bo'lsin, mayli ma'naviy narsa bo'lsin, o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, qarindishiga shuni yaxshi ko'rmaguncha u mukammal mümin hisoblanmaydi deb payg'ambarimiz sahih hadis degan. Demek endi bu yerda mayli qo'shni bo'lsin, mayli bizning mehmonimiz bo'lsin, buningda biz shu o'zimizga yaxshi ko'rgan tamoqlarni, kutunishlarni shularga qilishimizningki zarurligi buningdan chiqib turdi. Ammo da do'stlik, ijtimoiy munosabat, bilinmaslik, ayrilib ketmaslik, nurg'unlagan inoq jamiyat bu orqali maydonga keladi. Chunki qo'shnilar bir-biriga yordamchi. Bizningki tilimizda bor, yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo deydigan. Chunki qo'shni biz bilan davomli birga turadi. Ama qo'shnidoshlikni o'zimiz tanlab ba'zi yerda yaxshi yerda o'ltira olishimiz mumkin. Ba'zi yerda yaxshi yerda o'ltira olmaymiz. Biz o'zimizningki ixtiyorimiz yo'q holatda ba'zi kishilar bilan qo'shni bo'lib qolamiz. Bu vaqtda biz qo'shnidoshlikning haqqini ado qilishimiz bu nima? Intayin muhim demoqchiman. Bir odam qo'shnisini hurmatlasa, qo'shnisi bilan inoq o'ssa, qo'shnisi uning nisbatan inoq yaxshi muomala qilsa, u baxt saodatga cho'mgan bo'ladi. Agar qo'shnisi bilan desa, har xil sabablar tufaylidan ko'p aralashgandan keyin, ko'p kurashgandan keyin ziddiyat chiqsa, bu kishi o'zini baxtsiz bo'ladi, qo'shnisi baxtsizlik ichida yashaydi. Shunga biz ham har qanday bir ish qilgan vaqtda Qur'on hadisni o'lcham qilishimiz bizningki asosiy dasturimiz, qonunimiz bo'lgan Qur'on, hadis, ijmo ummat, qiyos, masalihul mursala, shu qonun chiqarish manbalarini asos qilib turib harakat qilishimiz bu aqalli mu'minning talab hamdi. Shunga biz qo'shnilarga nisbatan nihoyat yaxshi muomalada bo'lishimiz kerak hamdi. Endi bu yerda payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki dastlabda boshlagan so'zi "Men kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran" dedi. Endi bu yerdagi "Men kana yu'minu billahi val yawmil akhir", "Men kana yu'minudan" bo'lgan maqsad nima desa, endi Alloh subhanahu va taologa ishongan, ya'ni Allohning azobidan qutqiza oladigan, Allohning roziligiga erishtira oladigan iymonni demoqchi. Allohga ishonsa degan gapning o'zidan bir odam Allohga haqiqiy ishonsa, Allohningki va'idlardan, jazolashlaridan qo'rqsa, savob umid qilsa va oxirat kuniga ishonsa, iymoni mustahkam bo'lgan vaqtda buni nima qildi desa, bu shunga tayyorlik qildi. Oxiratga tayyorlik qildi. Qanday masalan nima oyatda ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqulloh innalloha xabirun bima ta'malun. Shu oyatning o'zida ey mu'minlar dedi Alloh taolo, ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur. Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Val tanzur nafsun. Har bir kishi nima qilsin, qarab baqsin. Har bir kishi shu o'ziga nisbatan tekshirish olsin, ma qaddamat lighadin. Ya'ni atiga, ya'ni qiyomatga nima hozirladi, nima tayyorliklarni qildi, buni yaxshi qarab baqsin dedi. Demak, shu gap hamda qiyomatga tayyorlik qilgan odam bu kishi desa, boshqalarning haqqiga kirmaydi, boshqalarga zulm qilmaydi. Oxiratningki sotining bo'lganligiga ishongan odam, Allohga ishongan odam bunday noxushliklarni qilmaydi degan bo'ldi. Endi bu g'ad deb atishi, ata deb atishi xuddi atiga o'xshashlamchi kelishi muqarrar bo'lgan, nihoyat yaqin bo'lgan bir ahvol demoqchi. Yana birsamda maqaddamat lighadin dedi. Atiga nima tayyorladi dedi. Chunki bir odam bir safarga chiqmoqchi bo'lsa-mu, va yoki bir to'y qilmoqchi bo'lsa-mu, va yoki bir sayohat chiqmoqchi bo'lsa-mu, nima qildi? Alohida tayyorlik qildi. Buning uchun kiyimlarini o'xshaydi, o'zini tekshirdi, o pulni tayyorlaydi, nurg'unlagan tayyorliklarni qildi. Biz o'ylab baqlar oxirat uchun qancha tayyorlik qildik? Oxirat uchun biz nimalarni tayyorladik? Oxiratning bankasiga savobga iborat qanchalik biz mablag' qo'ya oldik? Buning qarayli. Oxirat ketgan chaqda biz pushaymon qilamiz. Ani qilib olsam bo'pti ekan, mani qilib olsam bo'pti ekan deb. Bu chaqda pushaymonimiz hech qanday foyda bermaydi. Shunga biz ketgan vaqtda o'zimizningki yanchuqi yo'q bir kepallik bilan shuni bir uchimizga otib bozorga chiqsak, mansaq ma'maydigan, xizli bo'ladigan narsa bilan ketib qolamiz. Topgan mol dunyolarimiz, u da'chilarimiz, uylarimiz, oltinlarimiz, mashinalarimiz hammasi hatto bizning sesiq paybog'imizchalik narsamiz bile ma'maydi.
bizga birgacha ep mangmaymiz. Şuna biz qachon o'lishimizni uqmaymiz. Kuchimizdan yetishcha mana shunday ulug' Ramazon chingmasin. Hozir o'tir bo'ldi. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam Ramazonda cho'lsa, bu Qur'on ayi, bu bir jihad ayi, bu bir sadiq ihson Allohul pul hajash ekanligini payg'ambarimiz necha qatim hadislarda buni aniq o'tirib qo'ygan, o'zimcha amaliy ko'rsatib qo'ygan. Endi Ramazon kelsa payg'ambarimiz xuddi qo'yib berilgan shamoldek bo'ron kabi Alloh yo'lida pul hajati deydi. Alloh yo'lida pul hajati. Chunki bu Alloh yo'lida pul hajlash, Alloh yo'lida madaq silish bu eng ig'ir taroziga o'ltiradigan, darajani o'stiradigan bo'g'achqa payg'ambarimiz shunday qildi. Nurg'un jihatlarni payg'ambarimiz Ramazonda qilgan. Şu biz Ramazonninki qanday ekanligini bilib olishimiz pek muhim. Boshqa darslardan bu to'g'ri to'xtaldik. Shunga hamda biz bu yerda qiyomatga qanchalik tayyorlik qildik. Bu yerda hamda oxirat kunga ishongan odam degandan oxirat ishongan odam qanday qildi? Shunga tayyorlik qildi. Bir narsaga ishonsa, ishongandan keyin shuningki ko'yga tushib, shuning tayyorligini buldi demoqchi hamda. Xo'sh. Şu oxiratga ishongan odam oxiratga shunda oxiratning qo'rqinchi, savol so'roqi, hattoki bu yerda tillarimiz pechatlanib, badallarimiz shu til kabi so'zlaydigan bir holat bor. Buni biz eslashimiz kerak. Ve hattoki biz yaxshi ko'rgan ayollarimiz, bolalarimiz hammasi yawma yafirul mar'u min akhihi va ummihi va sahibatihi va banihi. Shu kunda qochadi bizdan. Men sizni tunamayman. Sizga nisbatan men manda qiling demagan, haromdan tep ekran demagan va yoki bizga manda harom narsani yegiza deb o'ylamabdi ekanmiz deb, ular hammasi o'zining ahvolidan qoladi. Deydigan shunday ig'ir kun. Demak, mush ig'ir kunga biz qanchalik tayyorlik qildik, buni o'zimizni tekshirib beqishimiz muhim. Shunga Imom Tufiy rahimahulloh degan bu hadisninki bu tashqi ko'rinishi iymon hamda mush narsalarga yuqori tilgangan narsalarga qarashliq deydi. Qaysi desa, bir odam Allohga ishonsa, oxiratga ishonsa, nima qilsin? Yaxshi gapni qilsin, yaxshi tutsin, yoki qo'shnisini hurmatlasin, qo'shnisini izzatlasin, qo'shnisi yordamlasin va yoki o'zining uchun mehmonni hurmatlasin. Mehmon kelsa, mehmonga yaxshi muomalani qilsin, o'zi yo'q narsalarni tepib, mehmonni qattiq kutsin degan ekan, mushu narsani qilish iymonga qarashli bo'lib qoldi deydimdi. Şu iymonninki mukammal bo'lmaganligi, mushu ishlarni joyida qilmaganligimiz shuning isboti bo'ladi. Demak, bu ishlarga biz qattiq ahamiyat berishimiz lozim. Shunga biz hamda Allohga va oxirat kuniga ishongan kishi nima? Yaxshi so'zni so'zlashi, yaxshi gap qilishi kerak. Hamda har qanday ishda biz cho'liqi nayt qo'pol, nayt ko'ngilni, yurakni og'ritadigan gaplardan biz yiroq turishimiz lozim. Shunga go'zal so'z tashin yaradi deydi. Shunga buğday so'zing bo'lmasin, buğday eshing bo'lmasin, buğday so'zing yo'qmi degan bizningki maqollar, tamsillar tilimizda nayt ko'p. Shunga yaxshi so'z qilish bu bir mukammal iymon va odamningki nimasi bu aqalli bir mas'uliyati. Mas'uliyati. Ham shunga ham bu yerda bu hamda Allohga ishongan, oxirat kuniga ishongan odam yaxshilikni desin, yaxshi tutsin. Masalan, qo'shnisini hurmatlasin, uning uchun yordamlasin, mehmonni hurmatlasin degandan keyin endi bu shunday ishongan odam bunday qilsin degan gap endi unday qilmaganlar ishonmagan bo'lamdi degan bir savol tushib qoladi. Bu unday emas. Xuddi nimaga o'xshaydi desa, agar sen meningki o'g'lim bo'la olsang, menga bo'ysunsa, men deganni qilsa deb qo'yamiz. Ba'zi qilmaslik mumkin. O qilinmaganga o bizning uchun o'g'limiz bo'lmasligi mumkin emas. O bizning o'g'limiz, lekin bizgacha otalik hurmatni qilmagan bo'ladi. Mana tushunsak bo'ladi. Shunga ba'zi narsalarga tushunishning qarshisiga chiqib turib bilan ba'zi hukmlarni ilib etish bu ozg'unlikni keltirib chiqaradigan bir masala. Shunga itoatda biz mushni o'zimiz uchun mujassamlashimiz, Allohga ishonishimiz, Allohningki oxiratdagi so'tining borligiga ishonishimiz, shunga dunyoda nihoyatda diqqat bilan minishimiz lozim. Hozir masalan bir mashinamiz bo'lsa, yoki o'zimiz bir yerda yashasak, bir telekamera bilan yashagan bo'lib qolsa, butunlay qonun jazolandi deydigan shu diqqat bilan turamiz. Qizilchiroqdan o'tmaymiz, suratni oshirmaymiz, nimishqa bizni ko'rib qoladi, jariman oladi deymiz. Ashundoq necha hassa, necha yuz hassa, necha ming hassa aniqlik so'zlik tatadigan, ovozimizni xotirlab turadigan Kiraman katibining borlig'ini unutib qolsak bo'lmaydi. Biz har bir ishimiz xotirlanadi. Har bir ishimiz qiyomatda oldimizga qo'yiladi. Buni shunga eskartish beryapti Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari orqali. Shunga biz nihoyatda diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchimda.
Şuna endi bu kıyamet gününü tilga ilishda mushu 3 tane af'allarni birga so'zlashning hikmati nima desa endi buningda kıyamet günü tilga ilishda kıyamet deganda tirildirilish, topilinish, sirat mustaqim ashliqcha, pisratni o'tish, tarozi mizon, hisob, havzi kavsar, jannat, dovzax mushularning hammasi shu hammani eslang, diqqat qiling degan bo'ldimdi. Şu fezekkir in nefa'ati zikra ayeti var. Esletkin esletiş paydalık bolsa dedi. Yani bizim esletiş paydalık olsa gapni anlaytgan, to'xtang meyada mavi xato desa anglaydigan ayni bo'lib qolsa esletin. Fe inne zikra tanfa'ul mu'min. Esletish nima? Mu'minlarga paydalık. Mu'minlar albatta eslitishni cho Allohning qo'rqislar, madaqislar desa, darrov ulam chiroyi o'ngab qilmay, to'g'ri manzara diqqat qilay deydi. Bu ijobiy tanqidliga qarata cho u yaxshi pozitsiya bo'ldi degan bo'ldim. Shunga biz ahiretni asliga vaqtda ahiretni cho'qimcha unda qilamish degan bo'yicha hammish shu kuchi vola kuchi yo'qni bo'zak etgan bo'yicha kuchi va masalan ko'p sonliq sondagi millatlar oz sondagi soni oz millatlarni bo'zak etganga o'xshash manda holatda zulm bo'lsa qiyomatda buning uchun so'roqi bo'ladi degan bo'ldim. Shunga biz hammish shu diqqat qilishimiz lozim. Biz ham oxiratdan qo'rqsak, oxiratni hisobdan qo'rqsak demek onun için ahiretninki ikinzarlık bo'lgan, ahiretninki mablag' solish o'rni bo'lgan dünyada o'zimiz bütün kuchimiz bilan ahiretga tayyorlik qilishimiz lozim. Shu munosabat bilan desa biz iymondan iborat birinchi Allah'ninki elchisiga ishonish, kitoblarga ishonishdan iborat iymonni mukammallashtirishimiz lozim. Shunga biz endi shu Allohga ishonish, oxirat kuniga ishonishdan iborat mush nuqtadan chiqib turib yaxshi amallarni qilishga, Allah buyurgan, Allah'ın elçisi buyurgan narsani qilishga, chekilgandan darrov yenishga bizim qildik, buyurildik endi. Shunga biz bu yerda nurg'ilgan masalalarni bu hadis o'z ichiga olgan bo'ladi. Endi ikkinchisi masalan bu yerda qo'shnilarni hurmatlash degan gap chiqdi endi bu yerda. Endi yaxshi gap qilish, yaxshi so'z qilish, hattoki fir'avndek ana robbukumul a'la degan men sizlarning parvardigoringlar degan badbaxt kimi nima Alloh subhanahu va taolo va qula lahu qawlan layyina unga chiroyliqcha yumshoq so'z qilinglar deb Musa alayhisolamga, Harun alayhisolamga buning uchun ikki payg'ambarga ta'lim berdi. Demak bir sarqanda ishda yumshoq so'z qilish kerak, lekin chekni yashib hadidni olsa endi ba'zi qattiq gapmi bo'ladi, lekin o'z yo'lida. Lekin islom umumiy prinsipi yaxshi chiroyliqcha gap qilish bu intayin muhim demek. Şu an güzel sözümüzde, hareketimizde güzel buluş. Bu İslam'ınki 1400 yıl ilgari oturup koyup olgan, Peygamber Aleyhisselam teşebbüs kılgan bir yaxşı ahlak endi bu. Hem yana birisi qo'shnilarga hurmat qilish va qo'shnilarni izzatlash, ya'ni qo'shnilar bilan inoq o'tish masalasi. Bundan desamda bayat hadisda eslatib o'tgandek la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dedi. Endi biraranglar o'ziga yaxshi ko'rgan narsani qo'shnisiga, qarindoshiga yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mu'min bo'lolmaydi degandan bu qo'shnilarga bizning qo'shnimiz endi cho'qim bizning yaxshi muomala qiladigan kishimiz bo'lish kerak. Endi u qo'shniningki ba'zilari tamoq chekadigan bo'lishi mumkin, ba'zilari eski bo'lishi mumkin. Ulug'mi yaxshi muomala qilib axloqimiz orqali ta'sirlantirishimiz kerak. Endi biz da'vat qilish, tashviqot qilish desa, faqatlar nazariyani so'zlab qo'yish deb tushunib qolsak bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolamning sahobalarning so'zlari, tabiinlarning so'zi nima uchun bek ta'sirli, nima uchun ular g'alaba qilgan desa, bular so'zdan bakroq amaliyotda da'vatni ko'p olib borgan. Amaliyot orqali ko'rsatgan. Shunga bularning da'vati bek ta'sirli. Endi o'zimizdan boshlab deymiz, nazariyajiq bizda amaliyot oz bo'lgandan keyin bizning da'vatimizningki balki ta'siri bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qarindoshlar. Shunga biz endi qo'shnilarga nihoyat yaxshi muomalada bo'lishimiz, qo'shnilar bir-biriga hamdamda bo'lishi bu intayin muhim. Hamda qo'shnilarningki bir-biri bilan adovatlashib qolgan bo'lib qolsa, uni ittifoqlashtirish, qo'shnilarni hidoyatga, masalan, to'g'ri yo'lga da'vat qilish har bir mo'min musulmonninki bu burchi. Shun qo'shnilarning haqqiga rioya qilish, inoq qo'shnidorchilikni amalga oshirish. Qo'shni desa, olimlar deydi, necha kishi qo'shni bo'ldi desa, shu o'zining atrofidagi 70 oila, az bo'lgan 70 oila qo'shni deydi. Qolgan hammasi shu umi tavallik bo'yicha, daraja bo'yicha
qo'shni bo'ladi. Qo'shniniki eng yaqin bo'lsa, ishkinga yaqin bo'lgan qo'shni. Bu ishga yaqin bo'lgan shu musobaqa bo'yicha qo'shnilarchilikni yaxshi qilish bu intayin muhim demoqchi. Xo'sh. Endi buningda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamniki mana bir hadisni eslatish bu intayin muhim. Misqadisi Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bu qo'shnilarga yaxshi muomala qilish to'g'riliq bu islomning ko'rsatmasini bizga tushuntirib mundaq deydi. Mazal Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Bu muttafaqun alayhi hadis bu. Jibril davomli menicho qo'shnilar yaxshilik qilishga, qo'shnilar inoq etishga tavsiya qiladi. Davomli shu menga shuni topalaydi. O'ylab qoldimki men Jibril oxiri bu qo'shnini mirosxo'r qilib qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Demak, cho'ng gap ashundoq topilgan ekan, mirosxo'rlik degan kimga bo'ldi? Uningki nasabiy tuqqanligi bo'ladigan narsa. Demak, ashunda darajada yaqinlikni ifodalagan tavsiyalarda Jibril alayhisalom payg'ambarimizga nihoyat ko'p tavsiyalarni qilg'achqa, payg'ambarimiz mana shunda holatda qo'shnilarchilikni nihoyat yaxshi qilishga bizga tavsiya buyruqlarni qilgan. Davomli qo'shnilar to'g'ri Jibril alayhisalom payg'ambarimizga tavsiyada bo'libdi ekan. Endi qo'shnilar degandan keyin bular kimlar desa, qo'shni 3 turlik bo'ladi. Qo'shni 3 turlik. Kafir. Kafir qo'shni bo'lib qolishi mumkin. Bo'lib biz muhojirat yashayotimiz, Yevropada yashayotgan qarindoshlar va Amerikada yashayotgan qarindoshlar, masalan, kafir qo'shnilar, uning birlam haqqi bor. Qo'shnilarchilik. Qo'shnilarchilik bilan bir haqqi bor. O kafir bo'lsa-mu, boshqa dinda bo'lsa-mu, endi u qo'shna degan nom, shu ism bilan bizda haqqi bo'ladi. Ikkinchisi bu yot bo'lgan musulmon. Buning ikki haqqi bor. Qo'shnilarchilik va islom, musulmonchilik haqqi. Bir musulmon bo'lib qolsa qo'shnimiz, buning haqqi ikki hassa bu nima bo'ladi? Ortiq bo'ladi. Yana bir semde yaqin tuqqan bo'lgan, tuqqanimiz bor, qo'shni bo'lib qolsa, bu musulmon o'zi yaqin tuqqan Müslüman bo'lsa buning 3 haqqi bo'ladi. Qo'shnilarchilik, islom va yaqin tuqqanlarchilik. Demak, cho'g'an gap endi bu yerda nurg'unlagan masalalarda biz endi xatolashdik desak, bu mubolag'a emas. Masalan, qarindoshlarimiz vatandan hijrat qilib chiqdi. Yana bizning qo'shnilar masalan ya tamoq ichadigan, ya namoz o'qimaydigan, ya manda bo'lib qolsa, ularga masalan ishlarning birisi bo'yicha masalan salom qilmaydigan, ular bilan birga kelmaydigan, ular uchun masalan qapoq turib qapoqni ochmaydigan, anan degan avtomatik holat nima ish qildi desak, o'ziga bir saqchida meni paydo qiladi. Bir shpiyonni meni paydo qiladi, qo'shnilar bilan salom qilib, tashabbuskorliklar aralashib qilmagan ekan, qo'shnilarni ochiq keldi. Insonda shuning bilan bu mundaq odam deb boshqa tilpnab qo'ydi, o'zimiz ish topamiz. Shuning o'zimiz gumonlanadigan ahvollar yuz berdi. Qarindoshlar, qo'shnilarchilik haqqi bo'lganlik u kafir bo'lsa-mu, biz uningga yaxshi muomala qilishimiz shariat yo'l qo'ygan doirada. Shariat cheklagan bo'lsa, buni qilmasligimiz bu intayin muhim. Bo'lib biz endi hozir bichora, ojiz, bunda bo'lgandan keyin amchi xalqningki boshqalarning yurtida yashayotgandan keyin shu boshqalarning yurtida yashagandek bir tuyg'uda bo'lib o'zimizning kimligimizni bilib turishimiz bu intayin muhim demoqchi. Shuni inoq qo'shnilarchilikni maydonga keltirish bu intayin nima muhim. Endi üçüncü hüküm nima desa, endi qo'shnilarga yaxshi muomala qilishga buyurish, chunki kishilar bu mehmon bo'ladi, yoki sohibxon bo'ladi. O'zaro bir-birini hurmatlashsa, ularcha birlashalaydi deydi. Endi masalan, arablarda burun tatib shunda mehmondorchilik bor, bizda bor mehmondorchilik. Hattoki biz kichik vaqtlarda endi boshqa bir yerdan tunimaydigan odam birisini bir tuqqani yoki do'sti kelib qolsa, ash barliq uydagilar chaqirib oldigan, ularni izzetlaydigan bir odatlar bor. Yani bu İslamiy asosidagi mehmonga hurmatlash masalasi bu. Mehmonni hurmatlash, mehmonga izzat qilish, o'zicha yo'q bo'lsa-mu tepib, hech bo'lmasa sharoit yaratilganda eng zo'r tirishchilik ko'rsatib, mehmonga izzat qilishning o'zi bu ibodat. Shu quruq deganning hammasi qaranglar. Mush qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, qo'shnilarning haqqiga kirmaslik, qo'shnilar bilan inoq ittifoq bo'lish, qo'shnilarning oila tabobatligi uchun masalan nima qilish, yaxshi muomalada bo'lish hammasi bu ibodat, ibodat. Shunga hadisda bor, yana bir hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam degan, masalan bir zina fohisha ish bu bir og'ir jinoyat. Lekin qo'shnisi bilan zina qilishning o'zi necha 10, necha 100 essa ortiq jinoyat. Chunki qo'shnisi uning ishini bu mening qo'shnim deydi.
nurg'unlagancha uni uchrashish, ko'rishish fursati bo'ladi. Shu sababdan qo'shnilarning haqqi nihoyatda ig'ir bo'ladi. Shunga boshqalar bilan o'tkazgan jinoyat, gunoh ishlar bir hassa jinoyat bo'lsa, qo'shnilar bilan qilgancha necha 10 hassa, necha 100 hassa ortiq bo'ldi demoqchi. Shunga bu gunohmi kishi o'ringa asosancha ig'irlashgan ahvol shariatda bu bor demoqchi. Yana birsamda bu birinchi hukm qanday desak, yaxshi so'zni qilish yoki sukut qilish. Masalan, man kan yu'min billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Yaxshi gapni qilsak, qilsa qil, bo'lmasam da og'izli odam so'zlaydi degandek so'zlar versak bo'lmaydi. Yoki sukut qilish deydi. Sukut qilish. Masalan, bir odam yomon nachar so'zni qilishga majburlabdi, odam majburlanibdi, yoki yaxshilikqa sukut qilishga majburlanibdi, yoki o'zini ansirab qolibdi bu odam. Bu chog'da desa, yaxshi gapni qilmay qolgan bo'lsa, masalan, bir munkar ish borki, buni inkor qilishdan qo'rqibdi. Masalan, uningcha ma'lum mudofaa nimasi yo'q ekan, o'zicha boshqa yerda yashaydi ekan, yoki bunga tutib beramlik deb ansiraydi ekan, va yoki ma'lum menda tahdid bor ekan buningga. Menda bo'lib qolsa, masalan, olim ilmonning ba'zilar deyilmagan gaplar bor, masalan, deyilmayotdi nurg'un haq gaplarni. Ba'zi masalancha ishlarda mana sukut qilishga majburlanayotgan ishlar bo'lishi mumkin. Yaxshilikdancha uni deyilmayotgan ishlar bo'lishi mumkin. Buni olib qolsa, Payg'ambar alayhisolamning degani bo'yicha hadisda bunday degan: "Innalloha tajavaza li ummati an salas" dedi. Alloh taolo mening ummatimdan 3 xil ishni o'tib dedi. 3 xil ishni Alloh taolo jazolamaydi demoqchi. Savallik bilan qilgan ish, masalan, yoki unutib qolgan ish va uningga majburlangan ish dedi. Mana bu sahih hadis. Buningda bir odam masalan savallik bilan bir ishni qilsa, masalan, qatnashni tuzay debdi, qoidaga uyg'un debdi, lekin boshqa biz chiqib bilan yo'ldan uni so'qitib o'ylab qolibdi. Yoki kiyikni bir narsani etibdi ekan, qurolda ovchi ekan. O kiyikka tegmay, boshqa odamga tegib qolibdi masalan. Buning qiyomat kunida jazo yo'q, lekin dunyolik jazo buningga ijro qilindi. Buning uchun to'lam to'laydi masalan. Unutib qolish degan gap, masalan, bir odam namoz o'qiyman deb o'qidim debdi, yoki unutib qolib namozni o'qiyolmay qolibdi. Bu uchun namozni shu esi kelgan chaqda o'qiydi. Buningmi Alloh taolo uchun jazolamaydi. Ya'ni biz majburlangan ish bo'lib qolsa hamda buning doirasi hamda e'tiqodlik majburlanish, amallik majburlanish deymiz. E'tiqodlik majburlanishda chuqur bu hayoti bilan badal to'lash afzal. Masalan, dindan yansa, islomdan chiqsa desa, shu o'lib ketish ehtimoli muayyanlashib qolsa, yoki masalan bu kishiga 4 yillikdan yuqoriroq kesib yetadigan og'ir ahvol bo'lib qolsa, ma'lum bir so'zni deyish orqali shu o'zini saqlab qolsa, shariatda joiz deydi. Lekin shuni ching turib, shuncha shahid bo'lib ketish yoki shuni yetish bu afzal. Lekin amaldagi desa, amaldagi degan masalan, maharaqni ichsa yoki ma to'ng'iz go'shtini yeysa deb majburlabdi, buningda uni o'ltirayotgan bunda qilmasang desa, ani yeb turib, aroqni ichib turib, hayotni qutqizish afzal deydi olimlar. Shu ma'ni arvasa qildim. Shunga ba'zi mavhum, bo'lmagan, manda qilmish, millat anda qalab qoldi, manda qalab qoldi deb islomda farz qilgan, muayyancha hech qanday bir ixtilof bo'lmagan butun olim, ulamo olim masalancha farz deb bekitib bo'lgan narsani anda qilsudi, manda qilsudi deb ba'zi bir o'ziniki kasbiy salohiyat mos kelmagan kishilarningki bunga aralashish orqali yoki o'zicha atalmish bir siyosiy yo'l bo'lib olib kishilarni qaymoq tursa, bunga kirish bo'lmaydi. Lekin joiz ish va ikki kishi bo'lib qolsa, ikki kishiningki ikkilasi to'g'ri bo'lib qolsa, ikki kishiningki asarroqni tutish bu shariatdagi bu kengrichilik. Masalan, Payg'ambar alayhisolam dedi, Payg'ambar alayhisolam haqida masalan ma khuyira Rasululloh sallallohu alayhi vasallam illahtara esarahum ma lam yakun isman dedi. Payg'ambar alayhisolam bir ishga ixtiyorlik bilmaydi, bilib qolsa, eng aslini tanlaydi, gunoh tushib qolmasa degan. Demak, biz buncha yassira va la tu'asira, bashira va la tunafira. Asoslashtiringlar, qiyinlashtirib qo'ymanglar, xush xabar beringlar, o'rgitib qo'ymanglar degandan shariat ikki kishi to'g'ri bo'lib qolsa, ikkisining to'g'ri ishdanki, endi joiz tarafini tutib, avlan tutolmagan bo'lsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Buning uchun olim ilmli mujtahidlar biladi. Hammada o'zining kasbidagi ishni qilishi deyish kerak. Anda bo'lishi mumkin, ma'manda bo'lishi mumkin, chatoq chiqishi mumkin deb bo'lmagan ish qartab qilsa. Masalan, Ammar ibn Yasirning masalasiga kelsak, Ammar ibn Yasir kufr so'zni nimacha tiliga oldi. Payg'ambar alayhisolamga ba'zi qora so'zni oldi. Qachon oldi? Ammar roziyallohu anhu masalancha Ammar ibn Yasir oldi. Yasir roziyallohu anhu o'ldirilib bo'lgandan keyin muqarrarlashib qoldi bu ish. Anası müşahit şehit kılındı. Mesela
tunji shahid demak shu Ammar ibn Yasirning onasi orqali shu bo'ldi. Tunji islomga kirgan ayol kishi, tunji shahid bo'lganimcha ayol kishi. Bu nuqta ayollarning fidokorligi ajoyib yuqori. Men tushunmasak bo'ldi. Demak bu yerda majburlangan bo'lsa-da, majburlanish masalasi mesela vatanda majburlanayotdi xalqimiz, ota-onalarimiz, tuqqanlarimiz. Bularga nisbatan shunday majburlanish ahvol bo'lib qolsa, bularmi ma'lum so'zni qilish orqali yoki ma'lum amalni qilish orqali hayotini saqlab qolsa yoki eg'ir kesishning oldini olsa, Alloh kechirdi, vallohu alam. Shuningda biz bu yerda qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, inoq qo'shnidarchilik, mehmonlarni kutib olish, buni desa endi ba'zi bir xaslashtirishlar bor. Masalan, qanday desak endi falsiq qo'shnilar yo bid'atchi yoki boshqa azavurdigan bo'lib qolsa, bular endi hurmatlab, baklam izzatlab ketish, ularga taxmi xo'rikni o'stirishi mumkin. Imga kuchimiz yetsa shularga andal muomala uzib, munosabatni uzib turib o'zgarsak, o'zgartirsak qilsak, o'zgartirmay qolsak, asta ularga nisbatan chaqilmaganimiz yaxshi. Bir munkarga inkor qilish, munkarga taqobil turish, undan cho'nroq munkar chiqmasa yoki ash munkarga o'xshash turib qolmasa, munkarga inkor qilishga bo'lmasa, u munkarni joyida qo'yib qo'ygani bu munkarga inkor qilib, cho'nroq munkar chiqargandan afzal deydi olimlar. Shunga biz buni nihoyat yaxshi tushunishimiz lozim. Endi bizniki mehmonga hurmat qilish degan dedik. Mehmon degani qanday bo'ldi desamda, mehmon shu bizniki tilimizda boshqa yerdan hamda kelgan, masalan, safar musofir soyatdan keldi, kelgandan keyin bizniki madinatimizda nima bo'lyapti desanglar, mehmonxona. Bir uyimizning mehmonxonasi bor bizniki. Unda kelganlar yotoq boshlab qo'ygan ish bizniki azaldan bizning madinatimiz yo'q ish. Mehmonxonamiz bor, maxsus mehmon uchun tayyorlagan ko'pimiz bor. O'zimiz yotmaydigan, o'zimiz ishlatmaydigan ko'pimiz mehmon uchun tayyorlaymiz. Hatto mehmonga o'zimiz yo'q narsani ekilib ishlatib, uni kutib oladigan bizning madaniyatimiz bor. Buni unutib qolmasligimiz lozim. Mana bu sog'lom bo'lgan madaniyatni taraqqiy qildirish. Endi bu madaniyat masalan millatning madaniyati dinga qarshi kelib qolsa, biz onu terk etimiz. Çünkü dini cihetki aqida e'tiqod, dini cihet cheklimlarga biz maslashishga, ham shuni qilishga buyurilgan. Shunga masalan ulamolarning umumyuzlik ittifoq kelgan. Masalan ayol kishi desak, ayol kishiningki chechidan tortib taponigachilik hammani yo'gash bu ulamolar birdek ittifoq kelgan farz. Bu hamda 100 masalasi desa, 100 masalasida ba'zi olimlar joiz asli deganlar bor. Fitna bo'lmasa to'g'ri deganlar bor. Ondan başka olsa, şu biliki, mesela meydilleri, çaşları, bütün bedenini hicaplanıp yögeç bir Müslüman ayalının bu mecburiyeti hem periz hem geldiğindeki kariz. Buna kılmasa perizini terk etken bu. Hiç kimden ihtilaf yok mesela bu. Ondan başka ayallarımı şu ayallarını bir ammi ortak bir nasıl olmagan diken, onu başkurup kızlarına başkalarınınki, şimdi dikkatini tartıdığan ya ictimai cemiyetinki qalam qalışqa elib bartqan kiyinishlan kiyindimay onunki güzelligini o'zi bahramon bo'lishi lozim. Unda qilmay ayollarni ko'chaga chiqarib qo'ygan yoki yarimyalanlar kiyingan, kiydigan kishilar bo'lsa, bu islom qonuni prinsip bo'yicha bunday kishi fosiq hisoblanadi. Halol sanasa kafir bo'ladi. Ma bir jinoyatni qilgan ishda, jinoyatni qilsa, buni qilsag'ini ayrim masala. Lekin bu to'g'ri bu. Buni bunda qilsa nima bo'ladi? Unda mandaq desa kafirlikqa chiqadi. Kafirlik deganda men kafir demismi? Shundaq halolni harom, haromni halol deb e'tiqod qilgandan lekin chataq chiqadigan masala. Buni olimlar bu nihoyat yaxshi biladi, mujtahidlar obdan buni izohlagan. Shuningdek biz diqqat qilishimiz lozim. Mening niyatim to'g'ri, ko'nglim yaxshi, andatı mandatı desek bo'lmaydi. Qilaydigan cho'qim qilish kerak. Endi musulmonchilik asta-asta debpa, bilgan ma'ni atani yeni bir o'zgartirish mumkin. Shu bo'yicha menish kerak. Tushunmagan bo'lsa tushuntirish kerak. Tushunmagan kishilarga unda qilmaning, manda qilmaning desak bo'lmaydi. Shunga tushunmagan, bilmagan kishilar islomiy qonun jihatda jazolanmaydi. Avval tushuntirildi. Shunga kunna muazzibina hatta nab'asa rasulan. Biz ularni qiyin qistab qolgan jazolaydigan bo'lmadik. Hatta neb'asa rasulan elçi evetmigiçe. Elçinin onda ulema evetmigiçe. Çünkü her bir milletin uleması var. Her bir milletin davetçisi var. Bunu nihayet yaxşı düşünüvelişimiz intayın mühim demekçi. Endi bu yerde yeni bir mesele bu sukut emdi mesela sukut qilish meselesi, sözleş meselesi doğruluk gelip çıkıp kaldı emdi.
bu yerda samti bilan sukutning nima farqi bor desa, samti degan bu liyasmut dedi ya hadisning o'zida. Degandan keyin bu bir so'zni qilishdan mutlaq to'xtash. Am samti degan cho desa, samti degan o gapni qilishga kuchi yetadi, lekin qilmaydi. Macha falyaqul khayran aw liyasmut degan gap qilish kuchi yetadi, lekin o'zini zo'rlabcho, uni gapni qilmaslik demakchi. Shunga biz hamda ba'zi masalalarda gap qilishimiz kumushdan bo'lsa, sukut qilishimiz oltindan bo'lgan ahvollarni bo'ladi. Shunga biz mana gap qilish madaniyatni yetildirishimiz intayin muhim. Vat gap qilib, shundacha og'ziga kelganini so'zlab, deb, vaqirab, jaqirab, boshqalarning mingsini yeydigan yoki boshqalarning tinchlik ta'sir yetkazishni qilsak, bu bo'lmaydi endi. Shunga olimlar nima qildi desa, buni arab meda, masalan, bu so'zlash bilan sukut qilish o'tirisida qaysi afzal degan chaqda endi yaxshi gapni qilish bu sukut qilishdan afzal. Samt degan dedik ya, sen qilalaydigan turib qilmagani samt bo'ladi sukut qilishdanki. Birisi sukut qilish, yana birisi sukut qilish. Sukut qilish degan shu qilalaydi lekin sukut qiladi. Avjiga sukut qilish degan gap endi mutlaqlam jin to'g'an endi masalan. Chunki yaxshilikni so'zlash, yaxshilikni qilish, diyalash, yaxshilik bo'lish, yomonlikni to'sish bu afzal endi. Masalan. Shunga Ibn Rajab Hanbali rahimahulloh ne deydi desa, Ubaydullah ibn Ja'far mundaq degan dedi. Bu Misr ahlininki faqih olimi, bu yana donishmand, filosof kishi. Agar dedi inson dedi bir o'rinda so'zlasa dedi, so'zlasa, uningga so'zlash naitiliqi yaxsa, yine so'zlash uni ajablantirib bir so'zlaya deb so'zligiz kelib ketsa, demak shuktursin dedi. Agar u shukturibdi, uningga shukturish uningga yiqibdi. Shuktursam ajab obdan qilibdimi, shukturib yaxshi qilibdimcha desa, degan mush vaqtni so'zlisin dedi. Demak, o'zining tabiati havo havasiga qarshi ish qilsin demakchi. Avoliqi obdan qildimi, so'zlamay degan vaqtda cho'qim bir munkar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ajab gap qilay deb, gap qilayman deb, gap qilg'iz kelib ketgan vaqtda riyosumat ala asas gap qilib salgan, gap saldigan bo'lishi mumkin. Bu chaqda sukut qilsin dedi. Bunimi ulamolar bir-birlab aragan. Chunki buningki sukuti va so'zlishi o'zininki havo havasiga qarshi holatda o'zininki o'jbe, o'ziga ajablanib qolishi qarshi holatda bo'lgan ish. Bu nihoyatda cho'ng bir ibodat. Havo havasini yengaligan kishi cho'ng jihad qilgan bo'ladi. Chunki jihad to'rt turlik bo'ladi. Bu burunma dedik, jihadun nafsi, jihadul shayton, jihadul munofiqin, jihadul mushrikin, kuffar deb. Avval ishni qilmay turib, oxirgi jihadni qilib bo'lmaydi. Shunga bu jihadninki tadrijilik prinsipini unutib qolmasligimiz intayin muhim demakchimdi. Shunga har qanday vaqtda biz o'zimizni tekshirib turishimiz, o'zimizga nisbatan talabni yuqori qo'yishimiz lozim, boshqalarga emas. O'zimiz talabni yuqori qo'yib, undan keyin boshqa gap bo'lib qolsa, boshqalarga o'rtoqlashish yoki o'zimiz o'zcha uni bayon qilish bu intayin muhim demakchimdi. Yana birsi hamda Musho muhim qo'shnilarni hurmatlash, qo'shnilarga yaxshilik qilish, ularga azor berishni tark etish to'g'riliq bu hadisda bu hukm bo'ldi. Demak, endi qo'shnilarga yaxshilik qilish, ihson qilish, inoq qo'shnilarchilik o'tish, inoq qo'shnilarchilik bilan har qanday inson o'zining bu qo'shnisiniki ustidagi haqqi ekanligini, o'zining qo'shnisining ustidagi majburiyati borligini o'zi bilishi lozim. Agar og'rib qolsa qo'shnisini uni yo'qlash, agar vafot etib ketib qolsa uning janozasiga agish, mingish, masalan bayatni dedik-ku, qo'shniningki 3 turli bo'ldi qo'shnilar deb. Kafir qo'shni bo'lsa, uning haqlari bo'ladi. Masalan, Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam masalan bir Yahudining janozasiga kelganda o'rnidan turib, hurmat bildirgan yeri bor. O Yahudining janozasi deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jon emasmi degan. Endi u islomiy hokimiyat, shu Payg'ambar alayhisolamningki hokimiyat tiklanib bo'lgan vaqtda shu Yahudilar shu yerda yashagan holatda bo'lgan nima bir xil ko'rinish. Agar uningcha qo'shnisi qarz so'rab qolsa, qarz berish deydi. Qo'shni bo'lgandan keyin endi qo'shniniki bir narsa birib turish. Agar uningcha desa, qo'shni ma'vo nimamni, maxfiyatlikni saqlab bersin desa, uningcha saqlab berish masalan. Uningcha biror musibat kelishmas kelib qolsa, darvocha mana bo'pti, biz o'zir bilan birga bir septim shu, ishimiz pushti deb deyish masalancha. Endi o'zimizning uylarni qo'shnimizning uyincha egiz qilib olmaslik, ularning quyoshning nurini to'sib olmaslik,
nurg'unlagancha, masalan, shamol, havolanish huquqi, nurg'un huquqlar bor. Buning haqqiga tajovuz qilmaslik degan bo'ldi. Endi o'zimiz men qanday qildim, men qilgan, men degan deplakinde, masalan, yo yataqda sho'p qaz, yataq tug'an bo'lib qolsa, yuqori ovoz binasini qo'yib, yoki o'zashida o'zini markaz qilib yashab, manda qilmaslik demak etgan bo'ldi. Shunga biz qo'shnilarning haqqilari bek ko'p. Buni bir kengaytsak, yana bir kengayib ketadi. Shunga qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, qo'shnilar uchun nihoyatda biz bir tuqqandek o'tish islom prinsipida buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo sura Nisoning 36-oyatida "Va'budullaha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bizil qurba vel yatama vel masakin vel jari zil qurba vel jaril junub ve sahibil janb ve ibnis sabil ve ma malakat eymanukum innallaha la yuhibbu men kana muhtalan fakhura" dedi. Bu oyatning o'zi desa, Allah subhanahu wa taala bu oyatda o'zining haqqini va bandaga bo'lgancha o'zining haqqini, banda ustidagi haqqini va bandalarning banda ustidagi haqqini hammani jamladi dedi. Va bandalarningki nimacha haqqini ularga ihson qilish va ularning yaxshilik qilishda 5 turga bilib, birinchisi desa, onun bilan yana bir inson o'rtasidagi tuqqanchilik bo'lsa, uningdan masalan, ota-onasini, avval ota-onasini tilga oldi, o ikkisini başqalarga qaraganda bakroq imtiyoz bor bir bolaga nisbatan. Başqalar o'rtoqlashamaydigan. Undan boshqa desa, shu yaqin tuqqan, uni masalancha, uni incho Alloh subhanahu va taolo tilga oldi. Bu oyatning mazmuni nima desak, Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech narsani shirk keltirmanglar. Alloh taolo shirkni kechirmaydi. Innalloha la yaghfir an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha deb. Alloh taolo o'ziga shirk keltirishni qat'iy kechirmaydi. Uning tövündekinchi Alloh kechiradi. Tövbe qilsa Alloh taolo uning tövbesini qabul qildi degan bo'ldi. Va bil validayni ihsana deydi. Uning ihson, Alloh taologa ihson qilinglar. Ihson degan nihoyat yaxshi, eng cho'ng, go'zal ravishda ularga yaxshilik qilinglar degan bo'ldi. Ota-onasiningki masalan ko'ngil chekadigan yoki ota-onasiningki irodasiga xilof holatda so'z harakat bo'ladigan ishlarni qilish balancha qog'oz qilib qo'ydi. Ota-ona bolani shu yaxshi tarbiyalash kerak. Iymon, e'tiqodlik, islomiy asos tarbiyalamasa, u bola shu keyin ota-onasi bolani yesliga olib qo'yganga o'xshash kichikida ota-onasini kincha miyada huzur uyida etgan sanatoriyaga olib qo'yib shu telefonni yo'qlab tashib o'tadigan ahvol yuz berdi. Bola degan bu bola ota-onaning nimasi sug'urtasi kelgusidagi. Ve biz zil qurba dedi, hamda zil qurba degan gap hamda bu nima desa, bularningki shu yaqinlik egasigan gap qo'shna. Uning uchun yaqinlik bor, masalan, tuqqan. Jaril junub degan gap hamda yiroq, masalan, tuqqan emas, masalan, boshqa ya kafir bo'lsin, boshqa nima bo'lsin, bular. Hamda yetim dedi, yetimni Alloh taolo tilga oldi. Chunki yetimning haqqi, uni da'vo qildigan adam bo'lmaydi. Yetim degandan bechora bo'ldi. Yetimni suiiste'mol qilish, yetimni ya baxtim, yetim manda qildim deb turib, yetimdan foydalanib, yetimni qalqon qilib turib, yetimni qo'yib qolib beqib o'qitishi, uning ma'rifi, uning imoyat qilgan chatig'i yo'q, manda baqqallar qiyomat kuni javob beradi. Yetimni eg'olma, eg'olsang-chi, payg'ambar alayhisalom degandek, ana va kafil yetimi kahaten deb payg'ambar alayhisalom manda qildi. Shunda azroq arliq qo'ydi. Men cho'ba yetim kafil o'g'uchi, mana shundaq bo'limiz jannatda dedi. Demak, shunda yetimning haqqini yemay, yetimni o'zida yaxshi tarbiyalab, beqib xato qo'shgan bo'lsa, nurg'unlagan ota-onasi va tirik yetim bor bizningki atrofimizda. Mushularga shu yetimni baqalaydigan, yetimni tushundigan odam ega bo'lish kerak. Masalan, hozir nurg'un yetimlar yaxshi beqilyotdi. Ba'zi yetimlarningki haq-huquqi tajovuzga uchraganlik to'g'riliq uchurlar kelyotdi. Endi o'sha yetimlarga avval iymon, e'tiqod, uning qusqidan bakroq, kinishdan bakroq iymon, e'tiqodiga bak kunishimiz lozim. Ona iymon, e'tiqodga tarbiyalamay, o balani bir ya kommunist, ya bir yahud, ya nasara qilib qo'ysak, u bizga topshirilgan omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shunga miskin dedi. Miskin degan gap endi biz hammamiz bilamiz. Shu o'zi cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, iqtisodiy jihati namrat o'zining ishlasimi, u turmushni qamdayolmaydigan miskinlar bek ko'p. Hozirgi ahvolda ishlayotganlar shu miskin qatoriga kirdimdi. Iqtisodiy jihatdagi ahvol bek tuvan xalqimizning. Bularning uchun g'ururga tegmagan asosda, ularning izzatini qilgan asosda ularga yaxshilik qilish, ihson qilish degan bo'ldi. Jaril yaqinlik egasi tuqqan bo'lgan qo'shni, ko'pincha aytamda tuqqanlar bu yerda o'tirdi-ya. Bu qo'shnilarga yaxshilik qilish. Yiroq qo'shnilarga tuqqan emas, masalan qo'shnilarga nimacha yaxshi muomala qilish.
Cahil junubdan şoňa yat adamlar, kafirlar qo'shni bo'lib qolganmas, ularga yaxshi muomala qilish degan bo'ldi. Ana ikkinchisi va sahibi bil janb deydi. Ya sahibi bil janb degan gap biqindagi yenidagi hamra ayoli, onunki safardishi, savoq dishi, mushularga yaxshi muomala qilish degan. Bu ibodat deb qilish kerak buni. Sen qilmadan men qildim emas. Qanday qilsak qilib olsak ibodatimiz uchun Alloh uni qabul qilsa darajamiz o'sadigan gap. Shunga bu islomni to'liq tushungan tegidan bilgan odam qanday bo'ldi desa, naytilqi o'zigimi boshqalarga avorchiq topmaydigan, naytli inoq ittifoq o'tadigan kayfiyati, psixikasi texam mukammallashadigan bo'ladi. Endi yana birisi Ibn Sabil dedi. Ibn Sabil deganda endi bu musafir vatanda bayning bolalari yoki bayning avlodi bak o'zini aytib yaxshi o'tgan lekin o'zi iqtisodi bo'lsa-mu chet elda namra top qolgan odam. Yani bulug'imi nayt yaxshi muomala qilish, ihson qilish lozim. Burun mandati, andati deb tarixni surishti qilib, o'ltirmay hozircha uni yaxshi muomala qilish. Hatto shu zakatning 8 dan bir degan o'rnining birisimi Ibn Sabil ba. Bu Ibn Sabilga namrat degan gap emas, hukman namra top qolgan degan bo'ldi. Endi 5-inchisi bu milkul yamin dedi. Milkul yamin degan gap endi ilikingizdagi narsalarga yaxshi muomala qiling, ilikingiz kishilarga yaxshi muomala qiling degan gap. Payg'ambar alayhisalom buning uchun ko'p nima qildi? Topshiriqlarni berdi. Hadisda bor, masalan, Salam ma hadisda Salam radhiyallohu anhadan haqiqatan Payg'ambar alayhisalom bar deydigan o'zininki vafot bo'lgan ig'ri kasal bo'lgan vaqtda as-salah deydi Payg'ambar alayhisalom. Masalan, usikum bis-salah. Yani sizlarga namozni tavsiya qilman. Namozga sal qarmanglar. Namoz Alloh bilan bad o'tirishga munojat. Namozga alohida ahamiyat beringlar. Yana birisi alohida diqqat qilinglar. Nima gelsa, ama malakat aymanukum. Sizlarningki ilkingdagi barcha narsalarga. Bu endi mayli qo'limiz ishlaydigan odam bo'lsin, mayli bizniki nima bo'lsin, masalan, bizning tarbiyamizdagi kishilar bo'lsin, nima bo'lsin, quli bo'lsin, hammasi. Davomli Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam buni takrorlab dedi. Payg'ambar alayhisalom davomli buni takrorlab mushni tavsiyani qilaverdi. Demak, endi biz avval islomda ketadigan narsa nima desa, nima? İslami hüküm, İslami hakimiyetindeki Kur'an hadisinin hükmü. Bu evvel yok oldu, onundaki en ahirisi namaz idi. Namaz mazır kalmak oldu mesela. Namazını okumaydıgan, yak okuğalarım cahil okumaydıgan ahval şekillenip kaldı. Üzümüzünü tekşürüşümüz lazım. Adama malakat eymanım degende bazı selef alimler bunu degen dese, bu umumi yüzlük birlik, umumi atalık olgan deken, insan iyi olan narsa hayvanatlardan tatip şu kirketi doğu degen. Çünkü iyi olan deken hayvanları aç koyuyor. Ona qo'pol muomala qilish bu xato ya. Demak bu biz diqqat qilish tegishli ishlanuvchi muhim qismlari demoqchi. Endi bu yerda ana mehmon degan bir atalg'u chiqdi. Mehmonningki hukmi qanday bo'ladi? Uni ziyofat berish mehmonga. Buni muddati qanchalik deydi. Shariat mishagachilik shunda hamma hattoki islom qonuni prinsipi qaranglar. Istinjo qilish, hojatxonaga kirgan chog'da shu o'zimizningki irg'ilishdan tortib devlet kuruluşçuluk hem prensipini oturup koygan. Fakat biz bilinmegen, düşünemegen, boğallıqımız, tədqiqatını yaxşı qılmağanlığımızdan biz bilinmegen buluşumuz mümkün, yak ölümalı düşündüremegen buluşumuz mümkün. Yani bu mesuliyet kimdədirsə ölümalıda, yak şu okumağan kişilerde bunu demdi. O İslam'da hiç qanday çoğu mesele yok, Müslümançılıqda mesele yok. Şu anda ölümalar nima qildi desa, mush ziyofat qilish, mehmonni kutib olish bu vojib degan hukmni berdi. Mush hadislardan va shu oyatlardan chiqqan bu mazmun. Buni hamda Imom Ahmad, Lays ibn Hazm Shavkani qatorliqlar. Ibn Hazm dedi, ziyofat mush uchu yezdikilar bo'lsin, shahardagilar bo'lsin, hammasi kuchu bu farz. Faqih bo'lsin, olim bo'lsin, jahil bo'lsin, bir keç gündüz çünkü çoğum kütüş gerek ona. Uygu başlap onun mecburiyetini ada qilish kerak dedi. Her bir kişi şu an başka şehirde görüp kalsa, şu işençilik endi uğramaz, yak şu şunda bildiğan kişiler olup kalsa, yak bir kim havalı kılsa, onu şu izlep sorup, kütüş farz dedi. Adi ikinci bir gün ötkendiğin ki, 3 günlük çoğu dese, bu sünnet. Onun için sünnet buludu, 3-4 gün geçecek, onun şu nemiş geldi, kaçan ketildi hep ona ve her xil usulü şekilde somayımız demekçi. Şu an biz dikkat kıldığın mesele, bu hamda hadisda nima qildi desa, Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam ki Abi Shurayhil Adaviydan dedi o, men bu ish qulqum bilan oldim, ben shu ish ko'zim bilan ko'rdim, Payg'ambar alayhisalom gap quvvat qilib degan gap hadisni taxmin kuchaytirishmasin.
Alloh va oxirat kuniga ishongan kishi mehmonini nihoyat yaxshi hurmatlasin. Yo'q bo'lsa tepib, uni izzatlasin. Mehmonni chaqirib qo'yib, xiyoli o'ltirib, hurmatsizlik qilmasin demoqchi. Alloh va oxirat kuniga ishongan kishi mehmonni hurmatlasin. Va Alloh va oxirat kuniga ishongan odamcha o'zining qo'shnisini nima qilsin? Hurmatlasin, qo'shnilarchilikni yaxshi qilsin dedi. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam mehmonni yaxshi kutsin degandan keyin bu payg'ambarimiz aniq dediki, 1-2 kunduz va 3 kun qetib, demak 4 kun mayda qilish. 1 kun farz, vojib xarakterlik. 3 kun sunnat endi. Uningdan keyin qilay deb qolsa, uning nima, uning majburiyat emas. Uningga sadaqa ihson o'rnida bo'ladi. Shu mehmon kas ochiqlab qolsa qolmaydi, mehmon o'zining rizqini olib keladi. Shunga İbrahim alayhissalom masalan boshqa payg'ambarlar uchun mehmon kelmas tamoq yemaydigan, mehmonga uchun ajoyib zo'r hurmatlarni ko'rsatadigan bir saxovat ulgular hamdi. Bizim shunday bo'lsa bo'ladi. Ham shayton ya'idukumul faqr. Bu shayton namrazlikdan qo'rqitadi. Qanday qo'rqitsa, voy mush pulni xarjlatsang, vatanda aloq bo'lmasa, bu dollarni xarjlatsang, bu besib qolgan pulni xarjlasang, qanday bo'ldi, o bo'ldi, bu deb Alloh yo'lida xarjlama, buna mehmon xarjlama, yaxshi yo'lda xarjlama, o'quv o'qitish, ma'rif xarjlama, jihad xarjlama deydi. Xarjlamagan sircho desa, Alloh taolo endi uning uchun hadisda bor ya, ikki farishta tushdi kunda. Bu farishtalar tushib, Allohumma ati munfiqan xalapan, Allohumma ati mumsikan talafan deydi. Ey Alloh, Alloh yo'l pul xarjlab turgan, Alloh yo'lda o'zining mas'uliyatini tunagan kishilarga izbasar qilib ummalni ko'paytib ber. Ey Alloh, Alloh yo'lda pul xarjlamagan, Alloh yo'lda pul xarjlashni boshlatgan, bexillik qilgan, pullarni besib qo'yib, millatning beshga eg'ir kun kelgan turib olganlarni verin qilib deb duo qiladi. Bu farishtalarning duosi ijobat. Shunga biz buna diqqat qilishimiz intayin muhim. Mehmonni kutishmi, demak, bu muhim ibodatlarning birsamdi. Astalakin telefonni taqab kelganligini anglashcha qechib bunda qilsan. O'zimiz o'qib qolsam, boshlayolmasak, ya uyimiz olmasa, Alloh buni kechirdi, lekin uyi va sharoiti bog'liq deyilgan gap endi bu. Shunga buningda biz aniq hukmlar oyatdan hadisdan bu chiqdi. Hamda hadisda shunga vojib bo'lgan muddat kutib olishninki, o faqatlam nima ekansi 3 kun ekan. 3 kun kutib olsak bo'ldi ekan. Endi mehmonman deliqi bir apandimning binimiz var ya, bir mehmonni chaqalsa, o kilavergandan keyin eshakni naga bog'layman desa, mehmon chaqalgan tilimga bog'langan degandek to'y qilsak bo'lmaydi endi. O'zing qarindishni qiyinchilik qilib qo'ysa bo'lmaydi. Masalan, qiyinchilik bo'lib qolsa yoki ahvolni sezsa, darvollakincha o'z-o'zi so'rash bu intayincha muhim. Agar hamda qarindishi vayzat bu men sharoitim bor, men kutalayman yoki qila olaman, xizmatlarni qila olay desa, bu Alloh ajr beradigan. Bu bir ibodat qarindoshlar. Ibodat deb tushunsak, boshqa ish qilamiz. U ani qilsak bo'ldi, ma'lum qilsak bo'ldi deganlar ishimiz Allohga bog'lanmagan, jannatga bog'lanmagan, Allohdan qo'rqish bog'lanmagan ishning hammasi saxtipazlik. Hammasi aldamchilik, vaqtlik narsa. O shuarni to'lgan bilan o to'lgan shuarlar nima bo'ladi desa, chunki u savobni umid qilmagandan keyin kimning jafotat qilsa, kimning yandik pulni xajab tugatkisi bor. O Allohga bog'langan vaqt xajaydi uni, bo'lmasa shu xajlanmaydi demoqchi. Shunga hamda mehmonning yana bir qoidalari, mehmonni kutib olishning desa, mehmon his qilmagan asosda uning uchun tamoqlarni tayyorlash, uning zo'rg'icha, masalan, uningga isrof qilmasdan, uning uchun buzib chaqmasdan yaxshicha muomalalarni qilish bu intayin muhim dedim. Shunga bu hadisdan biz hamda aldigan hukm yana oxirgi yakun natija nima desa, Ahl-Sunnah vel Cemaat'ninki mazhabi hamda amal degan narsa iymonning jumlasidan. Shuning uchun amallarni iymonga, Allohga ishonishga, oxiratga ishonishga bog'ladi. Shu. Man kana yu'minu billahi vel yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhayfahu. Deb bog'lashda iymon degan quruq bir cho'mda og'zimiz deb qo'ygan gaplar emas. Ahl-Sunnah vel Cemaat dedisi, iymonning qalbda tasdiqlash, tilimizni joriy qilish, uningdan keyin desa, hareketimiz orqali uni amalga oshirish, buni hammasini yiqqan vaqtda iymon deydi. Ba'zan deydi, shu og'izdagilar iymon deydi bunda desa, o chaqda o to'g'ri emas demoqchi bu yerda. Mo'min odam hamda yaxshilikni so'zlaydi yoki shuk turdi. Unda batil, asossiz gaplarni qilib, o'zining inovatini to'kib oladigan ishni qilmaydi. Bu islomning alohida axloqi. Hamda bunda hadis nima va desa, shu gap qilishning kimi yo'l yo'riq ko'rsatmalari bo'ldi. Buningga diqqat qilish lozim hamda. Yaxshi gap bo'lsa desin, yaxshi gap bo'lmasa, masalan, sukut qilsin. Shariat hamda gap qilishdimi, sukut qilishdimi foydali narsaga qiziqtiradi. Unda o'rinsiz ashunda har bir gapni desak-chi biz u gap xotirindiganlikni nima qilsak, unutib qolmasak bo'ladi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo nima demasa, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid deb. Oyatda bir banda bircho so'zni
ağızdan çıqarmaydı, çıqırıplı qalsa, onun qaşıda küzütüp turtqan periştler var deydi. Her bir sözümüzü küzüdü. Şu yazğınımızı küzüdü, qarindaşlar. Üzümüz başqalarının dünyalıqını buzub, üzümüzün ahiretliqini buzmaylı. Binasını ortaqlaşdıqanmiz, binasını çıqırıp ketganmiz, delil pakisiz, xalqning ailesini buzdigan, xalqlarga töhmet çaplaydigan ishlarni bundaq qilmayli. Hammani perişta xatirlab turdi. Bir adamning dünyalıqını buzib etamiz, ahiretimiz bizning necha milliard insonning oldida bizning ahiretligimiz buzilsa, u chaqda qattiq pushaymon qilamiz. Shunga hamma narsani o'ylanib qildi. Hamma hech qachon diqqat qildi demoqchi. Anandan keyin mushu tilimizni saqlashning vojibligi bunga dalil bor edi hadisda. Hamda haramdan emas, haramdan saqlaymiz, haram bo'lmagan foydasiz ishlar bo'lib qolsa, uning uchun saqlash lozim dedim. Bu hadis hamda Allohning haqqlarini, bandaning haq, huquqlarini hammasini o'z ichiga olgan hadis edi. Demak, hamda yaxshi gap qilish va yaxshi gap qilolmasak, shuk turishmi bu nima ekan? Allohningki haqlaridan. Mehmonni hurmatlash, mehmonga izzat qilish va qo'shnilarga inoq qo'shnidoshlik qilish, ularga bunday ahvolni so'rab turish. Masalan, ba'zi oilalar, masalan, o'zi iqtisodiyoti, masalan, nima bo'lgan, paravan oilalar, ba'zi uylardan bir narsa bo'lib qolsa-mu, so'rab qo'ygan ishlar bor. So'rab uyda bo'lsa-mu, masalan, tuz yoki saranga binasi. Nima uchun so'raysiz, uyda tuz ana desa, oshungan bir binasi biz so'g'andan keyin bizni so'di deb turib, so'sin, kirsin binasini chiqsin deb so'rab qo'yma. Yo'l ochaydi deyim deb. Shunga nurg'unlagan hadislarda masalan, nima qilsang, sho'rib qilsang, sho'rpisini jiqqa qilib qo'shnanga sungan, tamoq sunishqin deb bizning hamda vatanda nurg'unlagan inoq qo'shnidorchilik bordi. Hozir afsus binolar egizlashdi, lekin kishilarningki munosabati yiroqlashdi. Nihoyat madaniyalashib ketdik, lekin axloqimiz kundan-kunga chiriklashdi. Hamma narsa elektronlashib ketdi. Shu sababdan tafakkurimiz bizning ko'z qarashimiz hammasi buzildi. Endi biz do'zaxga kirishga boshqalarcha yo'lni tanlab mangishga o'zining erkinligi bor. Lekin biz jannatga kirishga, jannatga kiramiz deb mangsak, bu yo'lni tanlab mangish erkinligimiz yo'q bo'lib qolgan bir zamoncha yashayapmiz, qarindoshlar. Buni bir diqqat qiling. Biz shunday tushunishimiz kerakki, Allohga yaqinlashtiradigan musibat bizga Allohdan bizni yiroqlashtiradigan ne'matdan yaxshi. Allohni yiroqlashtiradigan ne'mat bu bizga balo olib keladi. Shunga Umar roziyallohu anhuning bir gapi bor. Biz ocharchilik, yo'qsullik vaqtida Allohningki bu sinoqda biz sinoqni o'taladik, lekin paravallik bo'lgan vaqtda masnaqni o'tamadik degan. Alloh subhanahu va taolo ba'zidan namratlik bilan sinasa, ba'zidan pul bilan, boylik bilan sinaydi. Qanday qildimi bandam deb unga fursat berdi. Qarindoshlar. Shunga menga nihoyatda diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchiman. Bu hadisda hamda yaxshi so'zlash, yoki sukut qilish, yaxshi gap qilmasak, yomonlik bo'lsa jim turish, mehmonni hurmatlash, qo'shnini hurmatlash, izzatlash bu iymonning jumlasidan ekanligi hadis dalil bor dedi. Shunga hadis hamda bu bexillikqa, shunday chidamaslikqa bu jang e'lon qilgan hadis dedi. Shunga fal yukrim deb hadisda ikki qatim nima qilgan, takrorlangan. Bexillik degan gap bu dunyoni ziyoda yaxshi ko'rib ketish, Alloh olgan gumonni yomon qilishdan kelib chiqadigan masala. Allah bermeydi yoki berenmeydi degan bir ideya bo'lgan vaqtda uni pul xarjlamaydigan bo'ldi. Yoki bo'lgan chaqda Allohga su'zan bo'lgan chaqda u shunday qo'shnilar bilan yoki mehmonlar bilan moddiy va ma'naviy jihatda o'zininki narsani o'rtoqlashamaydigan bo'ladi endi. Bu hadisda yana cho'lsa go'zal axloqlarga chaqiriq va demak qo'shnilar bilan inoq o'tish, qo'shnilar bilan yaxshi o'tish, qo'shnilarni zeriktirib o'ylamaydigan holat keltirib lazım. O'zimizda axlat o'z og'a chiqsa bo'ladi masalan qo'shnimizning ilmisining oldida. O'zimizni ta'sirlandirsak, ularni ta'sirlanadi. Bunda millatga aslida bu madaniyat ajoyib go'zalkina deydi. Biz endi madaniyatimizni islomdan, Qur'ondan, hadisdan olamiz. Bizning madaniyatimizda yig'inchoqlayman oxirgi gapim shu. Ayollarning yerim yalang'och yurishi, bu haykaltarashlik, but yasash, bu madaniyatsizlik qilmish bizningki islom madaniyatida. Bu xato. Lekin g'arb madaniyatida ayollar yerim yalang'och yursa, yoki shunday butun yalang'och yursa, yoki haykaltarashlik qilsa, yoki bir narsa jonliqlarning rasmini qatulsa, buni madaniyat deb qaraydi. Bizning madaniyatimiz bilan buning madaniyati o'xshamaydi. Shunga g'arabning madaniyatini kelib, ma'vo musulmonlarga saladigan yoki u madaniyatga bo'ysundirma deb unaga harakat qildiganlar cho'qim diqqat qilish lozim. Ular musulmon bo'lsa, cho'qim o'zini tekshirib beqish lozim. Bizmi o'zimizni tekshirib turamiz inshaalloh. Shunga qarindoshlar, mana bu hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning o'zini aytib, lafzi qisqa, ma'nosi mo'l bo'lgan bizga tavsiyasi, topshiriqi sizlarga sunildi. Meningki so'zim chekiji bo'lsin.
Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.